Assalomu alaykum. Sizlarni nafaqat jurnalistlar, muxlislar, butun O'zbekiston kutgan. Shuncha yillik tanaffusdan keyin o'zingiz qanday his qilyapsiz sahnada? Juda ham hayajonli. To'g'risini aytsak, 5 oy, 6 oy tayyorgarlik ko'rdik bu konsert uchun. Lekin har bir soniya biz uchun hayajonli bo'ldi. Konsertga chiqishimiz bilan shu menimcha ikkita ashuladan keyin hayajonni yengdik, chunki muxlislarning energiyasi muxlislarning birga kuylashi biz uchun juda ham katta kuch bo'ldi deb o'ylayman. O'sha orqali biz hayajonni yengdik, lekin shu paytgacha juda ham kuchli hayajon bo'ldi. Birpasda o'tib ketdi. Xuddi bir 5 minutdek o'tib ketdi. Bu kabi konsert bo'lishini menimcha kutgansizlar. Bekorga Humo Arenada bo'lmadi konsert. Yo'q, o'zi bilasizmi, bizni qo'rqitdik boshida. Humo Arenani tanlashda ozgina qo'rqdik, lekin muxlislarimizga ishondik. Chunki bu katta dargoh. 10 mingtadan 12 mingtagacha odam o'zini ichiga sig'diradi. Va bir kunda shuncha odamni to'plash juda ham qiyin narsa. Shuning uchun ozgina qo'rqdik, lekin muxlislarga bo'lgan ishonchimiz olg'a qadam bosishimizga yordam berdi. Rahmatli Jasur akani atrifkalarni, qo'shiqlarini qo'ydingiz. Ular haqida ozgina to'xtalib eslab o'tsak. Endi Jasur ham zo'r do'st, ham zo'r uka edi biz uchun. Har taraflama rostgo'y, har doim haqiqatni gapirgan bola edi. Umon guruhida o'zi uni otaxon derdik. To'g'ri maslahatlar berardi. Bugun ham mana ko'rdinglar, konsertda xotirladik. Hech qachon uni esimizdan chiqarmaymiz albatta. Bunga hatto haqqimiz ham yo'q. Har doim konsertlarimizda, qo'shiqlarimizda uni albatta eslaymiz.